Albatta, ko'pchilik mana shu SPFlardan foydalaniladi. Va bu SPFlarni biz ataylab sotib olib, bu SPFlar bilan eksperimentlar o'tkazdik. Azizlarim, eng mass marketdan ham past darajada yuradigan SPF kremlardan uchalasi bu. Bunaqa kremlar juda ham ko'p. Mana shu kremlarni shaxsan o'zim sotib olib, sinovdan o'tkazdik va bu nafaqat bizga umuman quyoshdan asramaydi, balki yuz terimizga shunchalik toksichniy darajada zarar berishini ham tushunib yetdik va shu narsani biz eksperimentimizda sezdik. Bu SPF kremlarning flakonidan boshlab tarkibi, ichiga solingan ingredientlarigacha juda ham sifatsiz narsalar solingan. Ya'ni SPF filtr bo'lishi mumkin. Quyoshdan himoyalaydigan qanaqadir ingredient qo'shilgan bo'lishi mumkin, lekin bunga juda ham sifatsiz yog'lar qo'shilgan, juda ham sifatsiz ingrediyentlar qo'shilgan. Shuning hisobiga bu kremlar juda ham arzon narxda sotiladi. Hech qachon adashmang. Albatta, eng qimmat SPF krem eng zo'ri demoqchi emasman, lekin sinovdan o'tgan mutaxassis sizga tavsiya qilgan kremni albatta foydalanishni tavsiya qilaman. Bu kremlaringiz bo'lsa agar, yaxshilab bu kremlarni skrinshot qilib olinglar. Azizlarim, agar buni sotuvchilari bo'lsa, orangizda mana shu kremlarni sotayotgan magazinlar bo'lsa, sizlardan katta iltimosim, xalqimiz, ayollarimizni yuz terisiga zarar beradigan narsalarni sotmang. Agar bu kremlar haqida ma'lumotingiz bo'lmasa, mana shu ma'lumotni aynan sizlar uchun tayyorladim. Eng sifatsiz va shu bilan birga yuzimizga zarar beradigan, terida saraton kasalligini keltirib chiqarishgacha yetkazib boradigan kremlar bu. Demak, bunday kremlaringiz bo'lsa, nafaqat kimgadir sovg'a qilib borish yoki tovonimga yoki qo'limga surib yuboraman deydiganlar ham bor. Aslo bunday qilmang azizlarim. Bu kremlarni shundoq olib, shundoq musorchilikka